Oyim divan erkalab osmonimni beryapman. Oyim divan erkalab osmonimni beryapman. Ertakdayam topilmas dostonimni beryapman. Jon qizim, jonim qizim, yoriq qiling deb yuzim tug'ib boqib o'stirib qalqonimni beryapman. Har taqqa yarashgudek sultonimni beryapman. Bizlar asli yo'lovchi asta qarib boryapmiz. Bir kun kasal, bir kun sog'ib nurab boryapmiz. Bolam shaqam uyim deb ne kunlarni ko'rmadik. Kamlik ko'rmay yashang deb javohirim beryapman. Har taqqa yarashgudek sultonimni beryapman. Aziz do'stlar, qarang, ko'p qo'shiqlar qizini turmushga chiqarayotgan onalarning dardini aytadi. Lekin bu qo'shiqda siz o'g'lini uylantirayotgan onani bir izhorini eshitdingiz, iltimosini eshitdingiz. Keliniga qarab, yuzimni yoriq qiling, shunday bir sultonimni beryapman deb yaxshi niyat qilib, uyini, hamma joyini shundoq bag'rini unga ochib berib, chiroyli kutib olayotgan bag'ri keng onalarning dardini eshitdingiz. Qo'sha qapsizlar.